Man Kamolova Moldaxon Farg'ona tumanidan, Xonqiz qishlog'idan keldim. Har yili har 6 oyda davolanaman. Odil aka klinikasida. Shifokorlari yaxshi, xushmuomala. Davolanishni boshlaganingizdan beri natija qanaqa? Natijalarim yaxshi. Yaxshi tomonga o'zgarilyapti. Yaxshi davolanib ketaman. Asosiy og'riqlar qayerda? Oyoqlarimda. Oyoqlarim mana yaxshi bo'ldi. Har doim yaxshi bo'lib, lecheniyalarni olib ketaman. Shu vrachimizga ham sog'liq tilayman, Odil akaga, Seydillajonga, hammasiga rahmat. Sharoitlari yaxshi, 3 mahal ovqat. Oshpazimiz ham yaxshi. Shirin so'z, medsestralarimiz, sanitarkalarimiz, hammasiga rahmat. Hammasi shirin so'z. Bitta davolanish muolajasidan keyingi oral vaqt, masalan, shu 4 oy, 5 oy, 6 oyga kelaman deyapsiz. Shu 6 oygacha bezovta qiling. Yo'q. Birinchi qo'llarim qiyshayib kelgan edi 2015-yilda. Mana o'sha 1 yil ichida o'sha qo'limni qiyshayishlari yaxshi bo'lib, keyin sekin-sekin yaxshi bo'lib ketdim. Mana endi har 6 oyda, 1 yilda kelaman. Hozir yaxshiman. Lekin o'sha yozib bergan dorilarni ketgandan keyin ham foydalanasiz. Ha? 10 kundan keyin kelib tanlichini yozdirib ketaman. Yaxshi, hamma yo'q. Hamma sharoitlari yaxshi. Rahmat hammasiga. Assalomu alaykum. Men shu klinikaga o'rtog'imdan eshitib keldim bu klinikani. Har doim bo'g'imlarim og'rirdi. Shuni doim o'rtog'im bilan anaqa qilsam, o'rtog'im doim mana shu yerda lecheniya olib yurar ekanlar. Keyin uni surishtirdim, qiziqib qoldim o'zim bo'g'imlarim og'riganiga. Keyin bir yotishlardan oldin ayting, balki ruxsat bersa men ham ko'rib anaqa qilarman dedim. Xudoning anaqasi bilan, marhamati bilan ruxsat tegib qoldi. Keyin kelib yotdim bu yerda. Lekin birinchi kunning o'zidan doktorlarni qo'yishgan tashxisligidan ko'nglim to'ldi. Ko'p joyga borganman oldin. U anaqasini aytishmasdi-da menga. Nimaligini, nima qilsa, qancha vaqtda tuzalishini aytishmasdi. Keyin bu yerda aytishdi, bu yerda lecheniya olib bo'lganingizdan keyin uyga ham borib dorilarni ichib turishingiz kerak, nazoratda turasiz, har 6 oyda lecheniyasini olasiz. Men o'zi Toshkentdan keldim. Uzoq bo'lgani uchun, ja bo'lmasa Telegram orqali ham